Shunchalik ham baxti qaro bo'lamanmi? Sal qolsa bu dunyodagi yagona do'stim Toniyimni ajralib qolardim. O'z qo'lim bilan qutqarib, uni veterinariyaga olib bordim. Voy bechora Toni, meni ham uyg'otmabsiz-da joni, birga borardik. Voy. Senga o'tda nima bor? Sen o'tda turib borguningcha meni Tonicham dada deb yig'lab kulib bo'lib shashlik bo'lib qolgan bo'lardi-yu. Bechora Toni ko'rmagani qolmadi uni ham. Farzandimda ko'ryapsanmi? Farzandimga men mehribon ota bo'laman. Bechora Toni, voy. Shu homilador bo'lganimda bir rosa ta'sirchan bo'lib qolganman-da. Voy bechora Toni. Bekorga uni oti Toni, meniki Joni emas-da. Voy joni. Böyle yig'lama, siqilma, senga nevrinchiti qilish mumkin emas. Shu sen anu barda cho'kdagi $500 olib, Tonini xususiy shifoxonaga yotqizib keldim, klinikaga, shahar markazida. U endi yotibdi. Har kuni borib uni ko'rishim kerak. 1 oy yotadi deydi doktorlar, veterinariya. O'shaning uchun har kuni men endi borib undan xabar olib turaman. U har xil ovqatlar yegish keladi. Ularga ham ozgina pul kerak bo'ladi, asalcham. Joni, $500? Sal qimmatroq ekan-ku. Men ham borib ko'rib kelaman. Savobi bolamga tegadi. Bilasiz, men jonzotlarni yaxshi ko'raman, joni. Yo'q, nima deganing bu? Axir u hozir stressga tushib qolgan, depressiyada, tushkunlikda yotibdi. Hech kimni ko'rmayman, dada deyapti menga. Yarimi kuygan uni. O'shaning uchun bitta o'zim borib ko'rishim kerak. Senga nilza. Voy. Joni, Toni mushi bo'lsa, u qanaqa qilib siz bilan gaplashadi? Nima deganing bu? Men qo'lga o'rgangan dressirovanni Toni o'mushuvcham. Unga men 4-5 ta so'z o'rgatganman. Dada, sizni yaxshi ko'raman, hech kim kelmasin, bunaqa ovqat yeyman, nimadir olib kelib bering, faqat o'zingiz keling deb menga aytadi. Faqat shularni dressirovat qilganman. Joni, unda men Toniga bir paket qilib hamma yaxshi ko'rgan ovqatlarni qilib beraman. Keyin unga keling berdi deysiz. Keyin unga Dina asalcham degan gapni ham o'rgating. Esingizdan chiqmasin joni. Bunga asalcham ana $200 ham qo'shib yuborgan. Unga men go'shtli tabaka shashlik yegisi kelyapti. Boya steak deyapti. O'shalardan ham olib boraman. Keyin ana planshetini ham olib berib beraman. Planshet o'ynab yotadi, zerikadi-ku.